Assalamu alaykum. Rayhon Gultam pişiriq salonimizdagi barliq ustozlar, xanım qizlar yaxshimi? Bugun o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz oilada kotlet tayyorlash. Buning uchun ketadigan materiallar: go'sht muvofiq miqdorda, bir bosh piyoz, bir tal tuxum, kraxmal muvofiq miqdorda, tuz muvofiq miqdorda, 2 tal baranga, 2 taldan qizil ko'kmush, piyoz, 4 jish samsaq, muvofiq miqdorda zanjivil, muvofiq miqdorda oshko'z qatorliq materiallar ketadi. Xonimlar, bayonqi go'shtimizni ushoq to'g'rab chonib olamiz. Piyozni intayin ushoq chanaymiz. Ondan bir tal tuxum, muvofiq miqdorda tuz, muvofiq miqdorda kraxmalni silib, obdan aralashtirib, tamlantirib qo'yamiz, xonimlar. Xonimlar, bu holatda bo'ldi. Xonimlar, bayam tayyorlab olgan qizmimizni olqinimiz bilan mushu holatda dumaloqlab, yopaqlab olamiz. Bayam tayyorlab olgan qizmimizni maydan o'tkazib olamiz, xonimlar. Baranginimi yopaq to'g'rab maydan o'tkazdiramiz. Xonimlar, barangini maydan o'tkazdirib, mana mushu holatda tizib olamiz. Xonimlar, mana barangi bilan to'g'rab olgan qiymamizni mushu holatda maydan o'tkazib tizib olamiz. Buni 15 minutdan 20 minutgacha dimlab pishirib olamiz. Xonimlar, yuqoridagi bu shu materiallarni to'g'rab olamiz. To'g'rab qozonga oz miqdorda may qo'yib, piyozni, samsaq, zanjibilni qo'raymiz. Qo'rib bo'lgandan keyin muvofiq miqdorda pomidor qiyomi silib, yaxshi qo'raymiz. Qo'rib ulab, bir china atrofida suv quyib, qiyom tayyorlaymiz. Mana xonimlar, bu materiallarni aralashtirib, tuz ta'min tanshab, qiyom tayyorlab oldik. Mana o'rda pishib chiqdi. Buningga tayyorlab olgan qiyom bilan ko'kmush, qizilmush, oshko'klarni ustiga chechib iste'mol qilsak bo'ldi, xonimlar.